Tog'da pishgan. Shu mahallimi? Shu mahalla ovqat bo'ladimi bochkada? Ha, video qilaman. Efirda bo'lasizmi 1 soatda ham? Ha, shuma birpasdan keyin ovqatdan keyin. Qaniyda ovqat hazmiga shunaqa bo'lsa mazza qilardim, kayf qilardim boru. Shimi yeb, ber, berotir qiladigan ba'zim bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Billah. Ancha bo'lgan menga ham, ancha bo'lgan pastel bo'lmaganiga. Berotir qilib mazza qilardim men ham. Mana odamdek gap bu. Har kuni mayli gapirmang. Ha, bosur. Hozir linzada qaman ko'raman. Tani omading bersin, bosur. Haqqim bor. U ham sikishib yashagan, mazza qilib yashagansiz. Siz yoshingizda mazza qilib yashagansiz. Bu vaqt TikTok bo'lmagan. Gul beringlar. Shax druzya qilib qo'ying, bitta gul. Hayotda berib olish kerak ekan. Bu nima bu ko'zingga oqizganing? Anunga aytib turing, KFC yeb tursin deyishmoqda. Suka! Voy bilim. Seni TikTokda ko'rib o'tirganmiz, ketib qolmazdimi ham idingni qo'ydim senga? Yo, TikTok'im bilmaydi. Bilmaydimi? Nima, yo variantga men bitta o'zim topaman, takoylaridan, qichuvlaridan, zo'r donatorlardan, Berodirxonidan. Vaychallar. Sen ketyapsanmi hozir? Men tekinga bergani ketmayman, men o'zimga ketyapman, maylimi? O'zim men bitta siqilib, men bitta sassiq gapingizni dindan qo'yingiz eshitib siqilib o'tirurmayman-ku. Uchikas! Amin.